qirqlar turibdi. Stoykasi O'sha bilan. kraskaga o'tadi. Orqa eshingiz yaxshigina vakuum bo'lgan. Ya, aka, u ozgina mana shunday ko'p katta emas, ozgina joy bo'lgan vakuum. Ko'p bu yoqlarga o'tib ketdi. Ko'nglingiz necha pul Fozil aka? Men 200 so'radim. 120 million Men so'rayman. bilaman, necha pullarda ko'nglingiz? Sotish. Endi aytilishini eshitdim aka. 120 deyapsiz. Necha pullar bo'lsa bermoqchisiz shu mashinani? 15 bo'lsa bilan beraman. 115 ni bilmadim. Fozil aka bo'layotgan bo'lsa, genchayotgan bo'lsa, naqdini aytaman, 105 million naqd pul beraman, bera olsangiz. Uni haqi bilmadim lekin. Men 21 muboraklik buvarkini 106,5 oldim. Unga menda 40 siriqlar yo'q edi. Shunday oldim, shunday sotib yubordim. Galopkalar ko'tarilmagan. Mana shu yaqindagi guringda, bu 2-3 kunlik guringda. Sizni ko'nglingiz kam, 110 dan Fozil aka, lekin 110 ga olmaydi-da. Olsa jonim bilan so'raychi. O'z gapingizdan bildim. Boya aytganingizdan bildim. Shu Fozil aka 110 dan cho'tlab kelgan dedimlar, lekin hozir ko'tarmaydi 110 ga Fozil aka. Hammani o'zini savdosi bo'ladi, hammani o'zini nimasi bo'ladi. Rost aytganim, uydagi gap ko'cha to'g'ri kelmaydi. To'g'ri, ha. Addushi zo'r so'radim aka 105 million. Ko'nglingiz 110 lik bilaman, lekin tortsa qani Fozil aka? Hozir sal narxlar qiyin, narx pul juda tortilib qoldi hozir. Odamlar qo'ldan. Men oddiy mana hisoblarni hamma narx pulini berib yuboryapman. Xo'p, kecha hisoblab olingan mashinalar mana pullar endi kelib boshlashdi. Oddiy bir mana shu mashina bo'layotgan bo'lsa, shu mashina ham odamlar qimmatli qilyapti. Katta qilib yozib qo'yibman-ki. Olingani 4-kunda. Shu mashina ham o'zi odamlar qimmatli qilib qoldi. Yangi motorga bo'lmasa, 43 million so'm, 42 million olingan. Vujud narx pul tortilyapti. 20 millionga olingan Matiz'ni aka bank qilib deyishyapti. Tasavvur qiling, 20 millionga o'zi hisoblab olingan. Mayli 20 million o'zi beraman desam, shuni ham bank qilib deyishyapti. Narx pul juda tortildi Fozil aka. Bilmadim, men bunday bo'libdi. Ko'nglingiz 110, to'g'rimi? Aytib ko'raymi? Ha, 110. Xo'p. Akalar ko'ringlar, 2021 mexanika Kobul. Bir ko'rikdan o'tgan yurgani, Radnoy, vakuum bo'lgan joylari bor. Stoykasi ozroq qirqchasi bor. 110 million bo'lsa beraman deyaptilar. Kimgadir agar kerak bo'lsa olaversin, menga pul kerak emas. Aka. 88 ekan. Mendan chekasiz. Men 90. Fozil aka. Menga endi siz sotuvchi balandroq sotay deydi, oluvchi arzonroq olay deydi. Bu dunyo shundaydi-da. Otangizga rahmat. Qochgan ham, quvgan ham Xudo deydi. Aka, men olib turib mashinangizni sizdan yoshirincha qilib, ustiga 5-10 million qo'yib sotmayman. Ochiq qilib, aka oydin qilib, sizga 105 million berib, 1 million qo'yib sotaman. Bunisi ham ochiq karta. Bo'ladigan bo'lsa 105 ga bering, 106 million qilib, xuddi mana bunday qilib yozib qo'yaman aka. Mana shunga yozilgan bo'lsa, ko'zingiz oldiga olib chiqib shunday yozib qo'yaman. Ha, aka, kambarak. Numarroq. Fozil aka bo'lsa qarang, Instagramga nomeringiz bilan qo'yib beraman. Mana 12 ta viloyatga uradi. Bu yerga endi hozir metal zapravkalar yopiq aka. Bu yerga galolat mashinalar ko'p kelolmaydi. Oluvchilar ham ko'p kelolmaydi. Telefondan ko'ruvchi ko'p. Uyga o'tirib ko'ruvchi ko'p. Kimgadir ma'qul kelsa oladi. O'shanga 110 dan necha pul o'tkazib bera olasiz? Men niyatim 15 aka. Ya, 110 milliondan necha pul o'tkazib bera olasiz? 110 million bo'lsa beraman. Ya bir hech bo'lsa 108 qilib qo'yib beraylik. Instagramga qo'yaylik. Ishingiz bitdi. 8 qilaylik qani shu aka. 9 emas. Ha, 9 qilib qo'ying. Ha, 9 qo'ying. 8 qilib qo'yamiz. Nomerni ayting aka. 94lik 94lik 638 638 9188. 9188. Fozil aka Instagramdan hozir qo'yilsa video 50 ming, 100 ming, milliongacha ko'radi-da. O'shanga muomalali bo'lasiz. Bo'l. Bitta Qashqadaryo emas, ko'p joydan telefon qilsa. Avvali soting. Xo'p, xato bo'lmang aka. Telefonga ehtiyoj bo'lib turasiz.